Assalomu alaykum o'quvchilar. Regular expression video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi videoda sizlar bilan yangi kelasi bir mavzuni o'tamiz. Bu look around mavzusi, ya'ni yon atrofga qarash. Regular expressiondagi yon atrofga qarash mavzusi. Hop, misollar bo'ylab ketaveramiz. Hop. Endi mana bizga bu yerda stringlar berilgan, string berilgan, ichida qiymatlari bor. Mana raqamlar 100, $100, 7896, $450, 123, keyin hello world degan so'zlari ham bor. Endi deylik, bizda oldimizga shunday talab qo'yilganki, mana shu uzun stringning ichida dollarlarni, ya'ni pullarni, dollar valyutasidagi pullarni topib chiqishimiz kerak. Nima qilamiz? Shu paytgacha sizlar bilan bo'lgan bilimimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana dollar belgisini qo'yamiz, chunki boshida dollar turadi. Albatta buni escape qilishimiz kerak, chunki bu anchor bu. Belgi bo'lishi uchun mana escape qildim. Keyin aytamizki, orqasidan raqam bo'lsin, bitta yoki bir nechta. Mana ko'ryapsizlar, D dedim va plus qo'ydim. Endi qidiramiz. Mana dollarlarni topdi. Dollarlar topdi. Topib oldik. Deylik, endi biz bularni topgandan keyin ustida hisob-kitob qilishimiz kerak. Masalan, bularni qo'shib chiqishimiz kerak. Qo'shib chiqayotganimizda bilamizki, bu yerda dollar belgisi bo'lgani uchun bu bizga qiyinchilik qiladi. Ya'ni dollarni yana bunga ishlov berib, dollar belgisini olib tashab, o'rniga faqat raqamlarni qo'shib, raqamlarnigina mana 100 ga 450 ni qo'shib chiqishimiz kerak. Dollar belgisi bo'lsa, buni qila olmaymiz. Dollar belgisini olib tashlashimiz kerak. Bu bizga qo'shimcha nima deydi, tashvish deydimi, yana qo'shimcha ish. Deylikki, biz shunday xohlaymizki, shunday narsani xohlaymizki, mana shu stringning ichida qayerdagi pul bo'lsa, shularni topsin. Mana $100 bu pulmi? Buni topsin. Mana bu $100, 100 bu pul emas. Bu shunchaki 100 raqami. Mana bularni topsin. Mana dollarli joylarni topsin-da, lekin bizga faqat shuni mana bu raqamli qismini qaytarsin. Dollari kerak emas bizga. Mana shunday holatlarda qanday qilamiz? Shu paytgacha bo'lgan sizlar bilan o'rgangan narsamiz yordam bermaydi. U bizga dollar belgisini qo'yyapmiz, shunday qiladi. Endi bunga bu ishda bizga look around, ya'ni yon atrofga qarash degan narsa yordam beradi. Look around degani shu, biz unga bitta shart qo'yamiz. Masalan, aytamizki, mana bunaqa raqamlarni qidir. Raqamlarni qidir deb plus belgisini qo'yamiz. Raqamlarni qidir deymiz. Ya'ni bu degani mana bunday, mana bunday, mana bunday raqamlarni qidiradi. Lekin qidirayotganingda oldiga qara. Oldida dollar belgisi bormi, yo'qmi deymiz. Shundaylarni topgin-da deymiz. Bizga dollar belgisi bilan qo'shib qaytarma. Faqat mana bu patternimizga, ya'ni raqam qismini qaytar deymiz. Shuni qanday qilamiz? Oldiga qara degan gapni qaus ochib, so'roq qo'yib, mana bunday kichik belgisi teng deb turib, keyin nimani qarashligini yozamiz? Dollar belgisini. Ya'ni bu bilan aytyapmizki, raqamli pattern, mana pattern yozyapmiz. Raqamlardan bir nechta raqam bo'lsin deyapmiz. Mana bunaqa bo'lsin yoki mana bunaqa bo'lsin. Lekin shu bilan birgalikda oldida ana shu pattern, ya'ni raqamni oldida albatta dollar belgisi ham bo'lsin. Mana shunaqa joylarni top deymiz. Endi match nima qiladi? Keladi, mana bu patternimizga qaraydi, raqamlarmi? Raqamlar. Keyin topdimi? Topdi. Keyin oldiga qaraydi. Dollar belgisi bormi, yo'qmi? Yo'q. Demak, bundan o'tib ketadi. Keyingisiga keladi. Xo'p, D+ ga javob beradimi? Javob beradi. Oldiga qaraydi. Dollar bormi? Bor. Demak, buni topadi. Lekin shu yerda topadi-da, bizga oldidagi mana bu look around'ni patternni qaytarmaydi. Ya'ni dollarni qaytarmaydi-da, mana bu 100 ni o'zini bizga qaytarib qo'yadi. Xuddi shu ish bu yerda bo'ladi va mana bu yerda ham xuddi shu ish bo'ladi. Yana dollarni qaytarmasdan 450 ni o'zini qaytarib qo'yadi bizga. Mana endi buni biz bemalol 100 ga 450 ni shunday qo'rqmasdan qo'shib, oxiri pullarimiz hammasi yig'indisi necha pul bo'lishini topib olsak bo'ladi. Endi buni masalan bir formaga soladigan bo'lsak, formatlaydigan bo'lsak, buni formati qanday bo'lyapti? Mana slash bo'ladigan bo'lsa, biz
mana x degan pattern yozyapmiz. Bu bizning x patternimiz. Ya'ni bu bizga aynan kerak bo'ladigan qiymat. Oxirida biz olmoqchi bo'lgan qiymat. Ya'ni mana bu 100 va mana bu 450 lar. Bu bizning x patternimiz. Lekin shu x patternni topgandan keyin ham aytyapmizki, uni oldida deyapmiz. Обязательно mana bu y pattern ham bo'lsin deyapmiz. Agar shu y pattern bo'lsa, unda qarama deyapmiz. Bizda y patternimiz shunda nima? Bu mana bu bizning dollarimiz, dollar belgisi. Shu hozirgi holatimizda y patternimiz bu bizning dollar belgimiz bo'lyapti. Va aytyapmizki, oxirida bizga faqat shunchaki x ni o'zini qaytar. Mana bu qismini qaytarish shart emas deyapmiz. Demak, mana shu nima deydi, formati. Mana bu esa misoli, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu birinchi ko'rinish. Endi orqaga qarash, ya'ni orqaga qarab ham qilsak bo'ladi. Olamiz. Bu yerga qo'yamiz. Mana bizga string berilgan. Endi mana kilogramlar ko'rsatilgan. 100 kilogram, keyin dollar, 100 dollar, 7896, 450 dollar, yana 123 kilogram. Endi bu safar bizda qiladigan ishimiz kilogramli raqamlarni topishimiz kerak. Kilogramli raqamlarni. Ya'ni deylik, biror bir narsani og'irliklari yozilgan kilogramli raqamlarni topishimiz kerak. Lekin topganimizda bizga kilogram qismi kerak emas, raqam qismini o'zi kerak. Xo'p, qanday qidiramiz? Avvalambor birinchi o'sha kilogramli qismini qidirish kerak. Boyagi narsadan ishlatamiz endi. Aytamiz, d bo'lsin, bitta va bir nechta bo'lsin va orqasidan bitta va bir nechta raqamni orqasidan keyingi mana bu pattern bo'lsin deymizda. So'roq belgisini qo'yib, teng patternimiz nima? kg bo'lsin. Shunda match nima qiladi? Keladi, tekshiradi. Xo'p, boshida bir va bir nechta raqam bormi? Bor. Keyin orqasida kg bormi? Bor. Topadi buni. Topadida nimani qaytaradi? Faqat 100 ni o'zini qaytaradi. kg qismini qaytarmaydi. Bu yerga keladi, dollar. Topdi, buni oxirida kg yo'q. 7896 topdi. Bir nechta raqamga javob beradimi? Javob beradi. Orqasida kg bormi? Yo'q. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Va mana bu yerda keladi-da, topadi 123, bir nechta raqammi? Raqam. Birinchi x patternimizga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Endi orqasidan y pattern kelish kerak. Y patternga to'g'ri keladimi? Yo'q, afsuski to'g'ri to'g'ri keladi, uzr. To'g'ri keladi. Va mana shuni topadi. Topadda qaytarayotganda faqat 123 qismini qaytaradi. Mana ko'rib turibsizlar, 100, 123. Demak, bu endi orqaga qarash. Orqaga qarab turib, x pattern, birinchi x pattern tekshirib, keyin orqada y patternni tekshirish mana shunday bo'ladi. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, endi keyingi narsani o'rganaylik. Manfiy orqaga qarash. Oldin manfiy oldinga qarashni o'rganaylik. Manfiy oldinga qarash. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Deylik, mana bizga raqamlar berilgan, mana ko'ryapsizlar, 100, -100, 100. Deylik, bizga topshiriq qo'yilgan, shu stringning ichidan 100 sonlarini chiqarib olishimiz kerak. Lekin u 100 masalan deylik, manfiy bo'lmasin, ya'ni oldida minus belgisi bo'lmasin. Faqat musbat 100 larni chiqarib olishimiz kerak. Nima qilamiz? Patternimizni yozamiz, x pattern 100 deymiz. Endi oldida bo'lmaslikka tekshiramiz. Bo'lishlikka emas, bo'lmaslikka. Nima deymiz? Mana bu belgi, har doimgi so'rog'imiz, kichiklik belgisi va undov qo'yamiz. Ya'ni bo'lmasin deyapmiz. Nima bo'lmasin? Minus belgisi bo'lmasin. Xo'p, qidiradi 100. Oldiga qaraydi. Minus yo'qmi? Yo'q. Demak, buni tutadi. Keyingisiga qaraydi. Keyingisi ham yana patternga mos tushadimi? Tushadi. 100. Oldida minus yo'qmi? Bor. Demak, bunga mos tushmaydi. Mana shunday ketaveradi. Keyin bizga natijada ikkita 100 ni qaytaradi. Mana. Demak, bu biror bir x patternimizning oldida
y pattern yo'qligini tekshirish mana shunday bo'ladi. Ya'ni undov belgisini qo'yish bilan bo'ladi. Xuddi shunday, endi keyingisiga o'taylik. Mana orqada yo'qligini, y patternimizda orqada yo'qligini tekshirmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Mana sizlar bilan ko'p nima qildik? Masalan, dasturlash tillari bor. Shularning ichidan Java ni topmoqchimiz. Lekin aytmoqchimizki, Java bo'lsinda shunday joyda topkinki, Java dan keyin orqasidan script degan so'zi kerak emas. Script degan joyli Java bo'lsa, u bizga kerak emas. Ya'ni mana bunaqa joyi kerak emas. Bizga toza Java ni o'zi kerak. Demoqchi bo'lsak nima qilamiz? Java deymiz. Keyin orqasini ham tekshir. Bo'lmasin teng nima? Script. Bizga mana shunaqa qiymatlarni topib ber deymiz. Keyin match nima keladi? Bu to'g'ri kelmaydi, bu to'g'ri kelmaydi, bu to'g'ri. Mana bu Java to'g'ri keladi. Orqasini tekshiradi. Orqasida script degan so'z bormi? Yo'q. Bu yerda bo'shliq bor. Demak, ham mana shu meniki ekan deydi, shuni qaytarib beradi. Keyingisiga keladi, yana Java bormi? Java bor. Keyin orqasiga qaraydi. Script degan narsa yo'qmi? Yo'q emas, bor. Demak, buni qaytarmaydi. Xo'p, nimani xato qildik? Script Java bo'lsin. Orqasida bo'lmasin deyapti. Scripti bo'lmasin. Script degan so'zi bo'lmasin. Nimani xato qildik bu yerda? Hozir 1 minut. Xo'p, nimani xato qildik? Uzr. Mana bu tenglik belgisi bo'lishi shart emas. Shunchaki so'roq va keyin mana bu undov bo'lsa bo'ldi. Mana shu anglatadiki, script bo'lmasin. Endi tekshiraylik. Mana ko'ryapsizlar, Java ni o'zi. Ya'ni ko'radi, Java degan pattern X patternimizni topadi, keyin orqasiga qaraydi, Y pattern, ya'ni script bo'lmasin deb turibmiz. So'roq va undovni qo'yib bo'lmasin deb turibmiz. Mana qisqacha olganda yon atrofga qarash shunday ishlaydi. Yon atrofga qaraganimizda biror X patternimizni birinchi qidiramiz va yonidagi Y pattern borligi yo yo'qligiga tekshirishimiz mumkin. Xo'p, bu bizga nima foyda beradi? Ba'zida bizda shunday ehtiyoj bo'ladiki, biror bir patternni qidiramiz, lekin shu bilan birgalikda biz ishonch hosil qilishimiz kerak, o'sha patternning oldida yana bir boshqa bir pattern bo'lishi kerakligini. Lekin biz natija olayotganda bizga o'sha oldidagi Y pattern kerak emas, faqat X qismi kerak. Ana shunday joylarda look around, ya'ni yon atrofga qarash funksiyasidan foydalansak bo'ladi. Misollar qilib aytdik. Mana dollarli 100 mana bunaqa holatlar bo'lganda bizga dollarli pullarni topishimiz kerak, lekin qiymatini chiqarib olayotganda faqat nima qismi kerak bizga? Raqam qismi kerak. Mana bu birinchi patternni kerak emas, oldida turgan patternni. Xuddi shunday kilogramm ko'rinishda bo'lsa, bizga butun boshli kilogramli, ya'ni X va Y patterndan tashkil topgan qiymatlarni qidirishimiz kerak, ammo natijani chiqarib olayotganda Y pattern kerak emasda, mana bu joyni o'zi bizga kerak, X qismini o'zi kerak. Mana shunday vaziyatlarda demak biz look around dan yon atrofga qarash xususiyati funksiyasidan foydalansak bo'ladi. Bugunga shu yetarli.